如果遇到难题，我们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。Çükürekni to'g'iltish. O. Ber. 2. Go'vo, og'zida bir narsa turib gap qilsa, adabsizlik bo'ladi. Kechirgin Lili. Chiqraq ekran doimini qo'rqitib o'tadi. Men ayron qilishni yaxshi ko'raman. Chiqraq ekran. O, Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maqtuq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maqtuq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maqtuq matematik paydo bo'ladi. Bu nisbatan to'g'latqu g'alit maxluq ekan. Teshqo nisbatan to'g'latqu g'alit maxluq. Yaxshimsizlar g'alati maqtuq matematika tirtitkilar. Nisbatan to'g'latqu g'alit maxluqi doim ziqinlab qoladi. Men ko'nglimga olmayman. Hech qisi yo'q. Men degan to'nglatib tursa. Hey, nimishqa yemeklik yerda turadi. Acaba yemekliklarni siz to'nglatib saqlamamsiz? To'g'ri Lili, bu dal mening masalam. Men bir tush ko'rsamni yemeklik sirtqa chiqib ketadi. Undaq bo'lsa, ancha yaxshi bo'lmas. To'g'ri amakis, bundaq bo'lsa bo'lmaydi. Bugun men tushmijas Chango apandi bilan dala tomiq yemoqchi bo'lgan. Agar men davomli tush ko'raverib yemekliklarni sirtqa chiqarib olsam, bu yemekliklar buzilib qoladi. Biz hozirlik qilishimizga boramiz. Nisbatan to'g'latqu g'alit maxluq. Hamiz tezroq kelinglar. Biz nisbatan to'g'latqu g'alit maxluqqa yordam qilib, dala tomiqining sirtqa chiqib ketmaslik masalasini hal qilaylik. Biz cho'qim g'alit maxluq matematika o'qumidan foydalanib hal qila olamiz. To'g'ri, g'alati maqtuq matematikasi har qanday masalalarni hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematik hukmi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maqtuq matematika atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, pek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartni so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. O, raqamlik maqtuq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartni so'zi bo'lsa, lipmuliq. Kelar qatim raqamlik maqtuqni ko'rganingizda, biz bilan birlikda g'alati maqtuq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Lipmuliq. Hozir demaysan Go'vo, kelar qatim raqamlik maqtuqni ko'rganda andin ekan. Ha, ma'qul Lili. G'alati maqtuq matematika atirti. Biz nisbatan to'g'latqu g'alati maqtuqning davomli tushkirib yemeklikni sirtqa chiqarib etishning oldini olib, uning yordam qilaylik. Tinchlikmi nisbatan to'g'latqu g'alit maxluq? Voycha. Kechiringlar. Yaxshimsizlar? Ko'rgansizlar? Ilgari men yemekliklarni liqqida qochirib olaydim. Biroq hozir men men hamda burunqidek liq emas. Bo'ldi, hozir yana liq to'shdi. Rahmat, biroq mening burnim sovudimi? Yo'q. Amisi men taxirlib liq bo'lmabdiman. Butunlay liqlanganda anda mening burnim soviydi. Biz qanday qilsak nisbatan to'g'latqu g'alati maqtuqdan liq bo'ldiganligini bilalaymiz. Sizlar raqamli g'alati maqtuqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maqtuq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Lipmiliq. Ko'pchilik tayyorliginglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. Men 3 kishi sanayman. 1, 2, 3. Lipmiliq. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rsash ekrani keldi. Bir ig'iz quruq bo'lgan saqlash uyi bor, ichida hech nima yo'q. Bu yer bekli jimjit. Bir to'p g'alati maxluqlar keldi. Ular bu bo'shliqni to'ldirmoqchi. Hozir saqlash uyi liq to'ldi. Ehtiyot qilinglar, yiqilib tushmanglar. Voy, hey, saqlash uyi yana quruqlanib qoldi. Ichida hech nima yo'q. Kichik maxluqlar yana to'ldirmoqchi. Saqlash uyi yana liq to'shdi. Yana bir g'alati maxluq keldi. Uning ichiga batmaydi. Eng yaxshisi eshikni yopib olaylik. Rahmat sana matematika ko'rsatish ekrani. Biz hozir liq va quruqning ma'nosini bilib oldik.
Liq deganimiz ichida to'shqicha narsa borligini bildirdi. Quruq deganimiz ichida hech nima yo'qligini bildirdi. Liq bilan quruq matematiklik so'z bo'lgandan keyin biz g'alati matematik tuxumidan foydalanmaylik. Oy. Ichida bir necha yemeklik bor ekan, biroq jiq emas. Menimcha texmi jiq narsalarni ichiga selishimiz kerak. Nas bosgan to'nglatqu g'alati maxluq. Yana qayerda texmi jiq yemekliklar bor? Hech qisi yo'q. Javob qaytarmsangiz bo'ladi. Achu. Menga tegmidi. Achu. Menga tegdi. Vah, yemeklar ajab yiroq domlab ketib qopdi-ku. Menimcha ancha yiroq bo'lmagan yerda boshqa yemekliklar bor bo'lishi mumkin. Biz birlikda tep chiqaylik. Men birini topdim. Men birini topdim. Bu yerda men 2 ta yemeklik bor ekan. Bo'ldi, biz bu yemekliklarni to'nglatquga silib bo'ldik. Sizlarcha to'nglatqu g'alati maxluqni liq toshdimi? Bo'ladi. Undaqda uning burni sovudimi yo'q, qarab boqaylik. Deganinglar to'g'ri ekan. Uning burni sovmabdi. Menimcha uning ichi texilliq to'shmabdi. Biroq uning ichida shuncha jiq yemekliklar bor tursa, qandoqsiga liq to'shmagan bo'ladi? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasin deyishimiz kerak ekan. Liq. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Men 3 kishi sanayman. 1, 2, 3. Liq. Qaranglar, g'alati maxluq matematika ko'rsachi ekrani keldi. Avtomatik rasm tartib sanduqida 4 g'alati maxluq bor. Qaranglar, uning ichi lip-miliq to'shqan. Ular yerga yiqilib ketdi. Hozir sanduqning ichi quruqlanib qoldi. 3 g'alati maxluq yana sanduqning ichiga kirdi. Yana ozroq bo'shliq bor. Bu bo'shliqni to'ldirgan yana bir g'alati maxluq qayerga ketgandi? Ha, u ana 4-numorli g'alati maxluq sanduqning ichiga kirdi. Bosh o'rin qolmadi. Sanduq lip-miliq to'shdi. Rasmga tartadigan vaqt bo'ldi. Rahmat sana g'alati maxluq matematika ko'rsachi ekrani. Biz hozir ozroqmi quruq bo'shliq qolmaganda uning ichi lip-miliq bo'lganligini bilib oldik. Undaqda to'nglatqu g'alati maxluqning ichida narsa qo'yg'idek bo'shliq bormi? To'g'ri javob berdinglar. Yana ozroq bo'shliq bor. Bu to'nglatqu g'alati maxluqning ichi etek to'shmaganligini bildirdi. Amsa biz yemeklarni silib to'ldiraylik. Biroq biz baylo topgan yemekliklarimizning hammasini silib bo'lgan tursa. Yana boshqa yemekliklarni ko'may qoldimi ekan? Biroq ular qanday narsalar? Hey, bu qapqoqni nimaga ishlatdi? Qarmoqma ilgir tushkirib chiqirayotgan patqa qachisini eg'iz o'xshaydi. To'nglatqu g'alati maxluq, men bu yerda qocha degandek narsani ko'rmadim-ku. Yo'q, mening patqa qacham yo'qtirdi-ku. Ha, ma'qul, jiddiylashmang, ha? Biz darhol qochini topaylik. Biroq biz yo'q vaqtda to'nglatquning ishiga silib qo'ygan yemekliklarning sirtqa chiqib ketmasligini qanday kafolat qila olamiz? Ha, esimga keldi. O yerda plastir bor ekan. Biz oldi bilan to'nglatquning ishini chaplab qo'yaylik. Unda patqa qochisini topqilib boraylik. Bu shunday qilsak uning ichiga yemekliklar tushib ketmaydi. Ha, bu amaling bo'ladi ekan, Leyli. Achu. Ha, g'alaba qozondik. Biz endi eliq qechib ketgan qochini topaylik. Ha, bu nima? Ha, patqa qochisi chiqirib ketgan patqa qoldiqlar ekan. Iz qoldirib qo'yibdi. Menimcha biz bu patqa qoldiqlarini bo'ylab borsak uni cho'qim topa olamiz. Biz mangaylik. Ha, bu qanday ish? Iz yo'qib ketdi-ku. Biroq patqoq chiqarish lankisi qayerga ketgandi? Men bilmayman-ku bu. Ko'rmadim. Sizlar ko'rdinglarmi? Ko'rdingizmi? Qayerda? O yerda ekan. Rahmat. Nas bosgan to'nglatqu g'alati maxluqini bek seg'indi. Men bilmayman. Kechiringlar, meni elib ketmanglar. U meni yana chiqib yetadi. Oldin qaytaman, ben qattiq yiqilib ketgachga qopqimni yutirib qo'ygan. Ha, qopqoqni beray, shokichik. Rahmat sizga. Sen cho'qim qaytishing kerak. Patqoq to'kish qochisi bo'lmasa dalatamqi degan nima lazim bo'lsin? Men bilaman, lekin qaranglar, ichimda hech nima yo'q. Ichim quruqlanib qoldi. Biz liq va quruqning ma'nosini bilamiz. To'g'ri dedimmi? Matematika atrofdagilar biz seni qanday liqlashni obdan bilamiz. Sizlar qanday qilishni rostli bilamsizlar? Biz texmi ko'p bo'lgan patqoqlarni tepib liq to'ldirsak bo'ladi. Ozroqmi bo'shi qolmagan qadar. Hozir bu Muslaviyada qayerdan qapqoq topqilib bo'lsin? Patqoq Qo'diqi. Keldik. Biz oldi bilan chilekdan foydalanib patqoqni tatib chiqaraylik. Andin o'liq to'lgan qadar patqoqni ichidan to'kaylik. Liq bo'ldimi? Biz qarab boqaylik. Yana bo'shliq bormi? Bakın, şun tek to'shmabdi. Davomli to'kaylik. Hozirchi
Degininiz to'g'ri. Yana bo'shliq bor. Texi to'shmadi. Biz davomli to'kayli. Hozirchi. Bak yaxshi bo'ldi. Ozroqmi bo'shliq qolmadi. O, lepiliq to'ldi. Rahmat. Men o'zimni yeklab qolganda tez qilyapman. Bu qachini nasbasqan to'g'latqu g'alit maxluqining ishiga silib qo'yayli. Ularning dala tamiqini yeydigan vaqti bo'lib qoldi. Bo'ldi to'g'latqu g'alit maxluqi. Biz lepiliq patqa qilsangan qachini sizning ishingizga silib qo'ydik. Sizningcha ishingiz liq to'shdimi? Men liqlanganligini his qildim, biroq mening burnim hozir qandaqroq turdi. Yaxshi bo'lib qopti. Burningiz sovibdi. Lip-miliq bo'pti. Endi berib dala tamiqiga tayyorlik qiling. Rahmat sizlarga g'alati maxluq matematika tirtirdilar. Dala tamiqingiz ko'nglik bo'lsin. Nasbasqan to'g'latqu g'alit maxluq. Hey, yaxshimisiz tushmisiz Changu apandi? Şu. Bekteleylikken. Taleylikmiş. Tamak yedi. Korsuk'um bek içip gitti. Korsuk'um içip gitti. Sıkım tersi alışıp gitti ben. Her qanaq narsa tushmeyeceğiz. Changu apandimni ters alıştırıp koydu. Yaxshi qildinglar. G'alati maxluq matematika atirtidiklar. Biz nasbasqan to'nglatqu g'alati maxluqqa bir qatimliq ko'nglik dala tamiqi yeyishga yordam qildik. Biz lip-miliqning ma'nosini bilgandan keyin ko'pchilik tayyorliginglar bitdimi? Men 3 kishi sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilimini g'alati ishlatdik.